charx mezoni bo'lar avvalgilarga o'xshamas endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas ko'nglim ichra dardu g'am avvalgilarga o'xshamas kotibi davru raqam avvalgilarga o'xshamas kim ulayni hajri ham avvalgilarga o'xshamas her kishi kim bir bo'lib ishga aytib bir jonlasar shiddati pasti baland kelganda ham bo'lmaydi or falak hech kimni qilma biz sanar yo'llarda javridim erdi alamlarim tutmish o'ziga yomon istamki bu alam avvalgilarga o'xshamas Şark tacım kür Ana şark tacım kür zulmette üşletmen beni Badeyi hak mestimen yalğanga uygatmen beni Öz hayalimga qo'ying o'zgaga ishlatmang meni ish aro farhod ila Majnunga o'xshatmang meni kim bir asloidajan avvalgilarga o'xshamas Har kime har xil yozar Har kime har xil yozar Arsh sultoni sana
aylanur oyna bu hech bitta ish topmas pana. Har kime har xil yozar Arsh sultoni sana aylanur oyna bu hech bitta ish topmas pana. Nafs ipiga bog'lanur ruh iplarim uzgan tana. Ko'yning ikromidir ko'nglim mal yetmay yana. Kim aya azmi haram avvalgilarga o'xshamas. Sökmek o'tganlar işin notavonlar rasmi kim? O'z zamonin rost etar qavmi mardlar asli kim? Bil zamon tilsimlarin ochmak omonlar kasbi kim? Ey Navoiy qilma Jamshidu Faridun vasfi kim? Shoh G'oziga karam avvalgilarga o'xshamas. Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Ko'nglim ichran dardu g'am avvalgilarga o'xshamas. Kim uloyning hajri ham avvalgilarga o'xshamas. Rahmat. Qaro ko'zim kelmardi Andijon xalqini eng kichkinasidan to kattasigacha mana shunaqangi ashulani shiravandasi. Ularda hali sho'q aytasan, boshqa aytasan degan gap bo'lmaydi. Mana shu ashulani go'daylar ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun har bitta oqsoqollardan iltimos. To'yiga kim kelsa, qanaqangi hofiz kelsa, avval bir 4-5 ta maqom aytib ko'ring. Ayta oladimi yo yo'qmi? Ayta olmasa sekin qo'liga rubobini berib, endi xafa bo'lmaysiz. Boshqa hofiz olib kelamiz deydi. Bunaqa taraqa turuq bilan to'yda o'tkazib yuborsangiz, bolalarimiz ham madaniyatsiz bo'lib qoladi. Qaro ko'zim kelmardi Qaro ko'zim kelmardi Yagam diye fani qilgin Ko'zim qarosdan mardu Kebi vatan qilgin Takavvaring ya bagir qaw Din khinab alama İting emam zadana Janrish Qasiyin rasal qilgin
Zingulina kengulra Zasin yasa gülşan Hadin halga jangul Şanin şaman kılgıyana Yetsin sen kengüllerini Saçını baştan ayağa Çiğnin aşkın kalbin Hazan Yüzünde tirini kırıl Semih Refik mani نوای انجمنی شوق جان را تو شالق شمیعه
Kirmamanli bilan o'rnida turgan qoshni el sevar odamda bo'lma sabrina bardoshli yo'lda joningdan aziz tut senga chin yo'ldoshli yo'lga sol kelsa qo'lingdan aqli pasti boshli el uchun qilsang ziyon toshlarga urgil boshli bo'lmasa senda vafo el aro sharmandadirsan bo'lmasa sharmu hayo toza dillar kir yuraklar birla bo'lmas oshno na qilay bunday ko'ngilning bo'lmasa unda vafo saqlamas sandig'ida hech kim qimmati yo'q toshli har kishi ko'ngli uchun ahmoqqa himmat aylasin har kishi yaxshi kishilar birla suhbat aylasin har kishi mayli halol mehnatda rohat aylasin to'kmasin chusti sevinchlar ko'zga to'lgan yoshlar kirmamanli bilan o'rnida turgan toshli nokerak bo'lma jahonda daima darkor bo'l bag'rida yayratgan eldan shad millatdor bo'l gul kabi chehrang ochib yur hali qo'shil gulzor bo'l qo'liga sal chulma tikandek balki beozor bo'l keksa ham hurmat qilar odobli bo'lgan yoshli kirmamanli bilan o'rnida turgan qoshli el sevar odamda bo'lgan sabrila bardoshli shirin jonim fido bo'lsin shar bo'ylab qarashlar gahi o'yna gahi yayra gahi so'ylab qarashlar buni rohat ya qalbim ishon olma hozirdir
Atışın şey Haşlarımın joylab qarashlar Başın astidagi ayyan nishonga oldilarga mani dikna tamaşad uxul silab qarashlarga raqiblar sanar jana kül bulgusi shildim alardan ajrat bizni suyib saylab qarashlar alardan ajrat bizni suyib saylab Gözlere tükleşip kalbay Nişan getirdi mi yok mu diye oylap qarashlarga yarası bitmemeyindi dilim müştaq mevlidime ayle qarashlar kelildi bir misolga yetaydi hasla oshirman sababdirsan beni yig'lab tirik kuylab qarashlar tunu kun oy quyosh yanglig ko'zim ustida bo'l jonim sabab bo'lma oyu yillab yo'ling poylab qarashlar sabab bo'lma yo'ling poylab oyu yillab qarashlar shirin jon fido bo'lsin o'shal bo'ylab qarashlar
asirlar ichra pinhon o'zbegim senga tengdosh pomiru oqsochyon shon o'zbegim söylesin Afrasyabu söylesin urhün hati köhne tarih şadasıyla bittem mercan Özbegi البروني الخارزمي الفرار أولادنا أسنين belki üzlük belki Tarhan Özbegim Kaysarı bunun neyzesinden bağırda dağızradan Çingiz'i Batu tabiga köksi halqan Özbegi Alişir neresiye aksada verdi cihan şiriyat mülki de buldu Şah-ı Sultan Özbegi Mirza Bobur sen figaning alamizra saldat Şah Mashrab xonasida urdi tug'yon Özbegi Oğludirman men bashar farzandiman lekin avval senga bo'lsam sodiq o'g'lon O'zbegi menga Pushkin bir jahonu menga bayril bir jahon lek navoiydek bobom bor ko'ksi osmon O'zbegi hayga borsang boshda do'pping vaz yurarsan gerdayin Alam uzra nomi ketgan O'zbekiston O'zbegi bu qasidam senga xalqim oqstu tuz hurmati erkin o'g'lingman qabul et O'zbegim jao O'zbegi
ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo, barchasiga guvoh yer osti. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo, barchasiga guvoh yer osti. Lekin do'stlar, she'r ahli aro jahongir kam bo'lar rosti. Besh asrki nazmi saroyini titratadi zanjiri band bir she'r. Temur tig'i yetmagan joyini qalam bilan oldi Alisher. Dünya buldu çamanim menim, O'zbekiston vatanim menim. Hazrat Alisher Navoiyni butun olam shu g'azal sultoni deb biladi. O'sha zot siz va biz yashab turgan tuproqda katta bo'lib, voyaga yetib, ilm olib, ta'lim olgan zot. Hozirgi bizni sharoitimizda farzandlarimiz o'sha bobo kalonlarni erishgan yutuqlariga erisha oladigan darajalarda bo'lishi shart. Uning uchun o'qishda ham nimani o'qish kerakligini bir ko'rib chiqish kerak. Maktablardagi o'sha tuzumni o'zgartirish kerak. Ta'lim, tarbiya ishlarini boshqatdan ko'rib chiqilishi kerak. Bobo kalonlar qoldirib ketgan kitoblarni varaqlash kerak. O'sha bilimlardan bahramand bo'lgan odamgina o'sha darajaga yeta oladi. Bizning farzandlarimiz juda qobiliyatli, har ishga yetaklasangiz yetaklanadigan, o'shani cho'qqisiga chiqa oladigan darajada qobiliyatga ega farzandlar. Bularni yetaklab borish endi siz va bizning vazifamiz. Ular bizga o'xshagan ko'zi yumuq bo'lib qolmasin. Farzandlarimiz o'sha bobo kalonlarimizda bo'lgan insoniy madaniyatga ega bo'lishi shart. Bizga boshqa yoqdan madaniyat olib kelib o'rgatmaydi hech kim. Biz boshqa yoqdan madaniyat o'rganamiz deb oxir botqoqning ichida qolib ketdik. Na u yoqqa bora olmayapmiz, na bu yoqqa bora olmayapmiz. Shuning uchun qaytadan bir ko'rib chiqish kerak. Farzandlarimizga ta'lim, tarbiya berishni bir yo'lga boshqatdan qo'yishimiz kerak. Men barcha mana shu farzandlarimiz, ta'lim oluvchi, tarbiya oluvchi farzandlarimizga o'sha bobo kalomlarni yo'lini tilayman. Amerika sehrli diyar, uxlar edi kalon ham hali dengiz ortini yoribdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. Kristofer Kolumbni mana shu yerda o'qiyotgan bolalarning hammasi biladi. Lekin Beruniy degan zotni juda kamchiligi eshitgan. Kristofer Kolumb Amerika qit'asini ochilishiga sabab bo'lgan zot deb bilishadi. Aslida o'sha Kristofer Kolumbdan bir necha 100 yil avval bobo kalon olimlarimizdan biri bo'lgan Beruniy dengizni ortidagi quruqlikni borligini va o'sha yerda yashaydigan, hozir biz indeyslar deymiz, o'shalarni borligini, rangini, tuzilishini, taqinchoqlarini, qurol-yarog'larigacha aytib bergan ekan.
O'sha paytda Kristofor Kolumb degan zotni eng katta momasi ham tug'ilmagan ekan. Amerika sehrli diye uxlar edi Kolumb ham hali. Dengiz ortini yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. Kolumb bor alamim menim, O'zbekiston tarjima ham qilish olgan. Qarang, o'g'il to'y sina svadba, qiz to'y, ya'ni kelinchi to'y, nevesta разгружал svadba. Kichkina katta kuyov chaqirdi, malinki большой зять позвал. Beshik to'y, karusel kachay svadba. Maqollarda tarjima qilishgan. Ota go'ri qozixona, mogila atsa kabinet advokata. Mol kovush qaytaryapti. Korova vazirashay tapichki. Maqollarda tarjimasi shunga havola bo'ladi. Ana endi alla to'g'risida. Nima uchun 60-yilda u yog'ida tug'ilgan akaxonlarimiz, onaxonlarimiz, otaxonlarimiz konsertlarda o'zbek musiqiy maqomlarini ko'zini yumib tinglashadi. Sababi ular onalaridan alla eshitishgan. Masalan, oq edi bilaklarim allayo alla, ko'p edi tilaklarim allayo alla. Bizi tengqurlarchi? La la la, cha cha cha, ey sanam qiz bola ohoho ha 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 qilishadi. Sababi hozirgi kelinchaklarimiz alla aytmayapti. Allani o'rniga beshikni ham ko'pi unutib yuboryapti. Manyesh degan narsa chiqqan yosh bolani xolasa tikka, xolasa past qilib olib, allani o'rniga nima deyapti? Qarang. Ha, uni o'rniga alla aytsin. Mana eshittirib, mard dadasidan dunyoga kelgan o'g'limo alla. Mard onasidan dunyoga kelgan, dadasidan ham dunyoga kelgan qizimo alla desa, bugun ichib kelayotgan bo'lsa, ertaga ichmay keladi. Bugun uchab kelayotgan bo'lsa, o'nab kiradi ertaga. Hozirgi kelinchaklarimizdan iltimos qilardik, bizni chaqaloqlarimizga o'zbek musiqiy allasini aytsa, ularni qon-qonga singib ketsin. E'tiborlar uchun rahmat.